Dümlü kebap o'xshab ketdi yana tuqqanlar. To'narga tinglashishni bir demaysizlar. Sizlarga salomim chiqqanmidim, shpilmi yo'llab biramay qoldim. Uni jug'urib yana birimi qilib o'tirdigan fursatmi yo'q. Asali birimi qilaychi deb dadasini nonga jo'ri qo'yib dümlü kebab qildim. Say go'shtlari o'z ta'mlari shundoq o'xshab ketdi. Oxirgacha ko'rib o'rganib qo'ysangizlar, aldirashgohlarda echildi dostixonda chiqqandek asar tayyor qoldi jumi. Tegiga maylig'aroq go'shtni biraqur tizilib, tuz, zirlazadi sipib yana tizimizda. Andi ustunga mashina qattiq yumshoqlik qarab tizsingizlar bo'ldi. Har bir qavtiga ayrim mashina tuz zirlan sipib olasizlar jumi. Hojodi biza chechib qo'ysangizlar tamamda bo'ldi. Saydigan musuli degan gap tuqqanlar. Shuningga sayingizlar chiqaroq o'qasa, suni bak az qo'yingizlar jumi. Buningdan az qo'ysizlar. Men bizlar suyimni chiqay bolalarning millatni yesima deb mo'shuncha qo'ydim. Ammo odat quruqroq bo'ldi-chu bu tomoq rasmiy quruq kabobdan yeymiz desingizlar, buni yermichilikni qo'ysizlar jumi suni. Chaqtishqalarmi, ko'ykitarmi deb ansira ketmasingizlar bo'ldi. Endi buni 2-3 minut o'tirib qaynatib, ekib polodimlaydigan so'z o'ta 40 minutlar dimlab qo'yamiz jumi. Qattiqroq, cho'ng'aroq usqonliq go'shtlar bo'ldi jumi, ammo ularni qilgan vaqtda oldimlar bir 20 minut dimlab, aka sayingizlar solsizlar jumi. Mashtaq gapni to'liq kelsam, ochchingizlarga qalamdagi seyrib o'tkitdi ekansizlar. Mening amda deb bilsam ko'nglim unamay ketgani bir yo'ldan amda o'xshib yavag'ay kelib, endi bilsimi deb bilmaydiganlar va hunurini yo'shirib shunga adamga sotqinlik qilmay to'l seyratmangizlar jumi tuqqanlar. Ustiga qizil yashil lazadi o'zingizlarning ixtiyor bo'yicha sasingizlarni samsingizlar bo'layverdi. Mana endi